Ana endi hozir sizlarga mana bu balonlar avtomobil Gentra Lacetti avtomashinasi uchun balonlarni ko'rsataman. Bu balonlarni 300 ming so'mdan boshlab bir donasini 300 ming so'mdan $135 gacha, bir donasi $135 gacha balonlarimiz mavjud. Hozir sizlarga ko'rsatadigan 480 ming, 500 ming, 520 ming, 535 ming, 550 ming, 565 ming va 580 mingliklarni ko'rsataman. Va aynan mana shu 7 xil balondan tashqari orqa namoyishlarda to'la 40 xildan ortiq avtomobil balonlari bor. Lekin bunda ham Lacetti avtomashinasida, Gentra avtomashinasida ham balonlarni qanaqasiga e'tibor berish kerakligi va qanaqasini tanlab sotib olish kerakligini qisqacha sirlarini aytishga harakat qilaman. Avtomobilimiz hammasi Xitoy balon va Xitoy balonlarni aynan protektorida farq qiladi. Bularning ichida mana bunisi sal dadilroq nisbatan, mana buchalasi nisbatan bu ham shunga o'xshagan, bu ham o'rtacha zavodskiga o'xshab ketar ekan, mana bu ham. Bunisi archa balon. Bundan oldingi videoda biz Spark avtomashinasiga archa balon taqsangiz, archa balonda minus tarafi avtomobilni oldi balonlarni orqaga, orqa balonni oldiga va uni almashtirgan holatda taqib bo'lmasligi haqida gapirganmiz va bu safar ham xuddi shu. Lekin archa balonda ham o'ziga yarasha plus jihatlari bor. Birinchidan yumshoq, ikkinchidan ko'rinishi juda chiroyli. Va undan tashqari hozir aynan mana shu 7 xil balonning ichida men sizlarga tavsiya beradiganim, agar sizga faqat komfort kerak bo'lsa va hadovoyni ehtiyot qiladigan bo'lsangiz, aynan yumshoq, ya'ni mana bu balonni tanlagan bo'lardim. Chunki avtomashinaning bokovinasini ko'rishingiz mumkin, juda ham yumshoq. Lekin agar hadovoyingiz avtomashinangizni yurishi va umuman olganda razgon va tormozni bosganda avtomobilni to'xtashi sizga muhim bo'ladigan bo'lsa, bir o'rindan men mana buni tanlagan bo'lar edim. Zavodskiga o'xshab ketadi, guli katta, hushtak olish kamroq bo'ladi nisbatan, chunki qor, yomg'irlar bu orasidan osongina chiqib ketadi. Va tormozni bosganda ham sal tezroq to'xtaydi, ertaroq, razgonda ham sal kuchliroq, dadroq bo'ladi. Lekin bunda ham ko'rishingiz mumkin, bokovina juda ham yumshoq. Menimcha eng o'rta meyonasi hozirgi holatda men uchun shu. Lekin pulingizga qarab, cho'ntagingizga qarab, agar cho'ntagingiz ko'taradigan bo'lsa, donasini $135 dan ham 4 tasini qancha bo'ladi? $500, $600 balon taqishingiz ham mumkin bo'ladi. Agar pulingiz bo'lmasa, 300 ming so'mlik balon ham bor. U ham mana shu yerdan kelsangiz, so'rasangiz berishadi. Hozir bu sizlar uchun foydali video. Like bosib, kanaldan uzoqlashmanglar.